Andijonda qishloq xo'jaligiga moslashtirilgan yer maydonlarida intensiv usuldagi bog'dorchilik issiqxonalardan foydalanish uchun seriyali mini traktor ishlab chiqarish loyihasi muallifi Ilhomjon Qosimov davlatimiz rahbari tomonidan taqdim etilgan oliy ta'limda grant asosida o'qish sertifikatiga ega bo'ldi. Hozir shu haqda. Ayni mutaxassisligi umuman boshqa yo'nalishda bo'lsa-da, izlanuvchanligi berilayotgan imtiyozlardan yanada unumli foydalanish istagi hamda qulay va oson usulda foydalanish maqsadi Ilhomjon Qosimovni traktorlarning yangi mini modelini yaratishga undadi. Davlat rahbarining Andijon viloyatiga tashrifi mobaynida u ham o'zi yaratgan yangi modellar taqdimoti bilan ishtirok etdi. Prezident bilan suhbatlashish jarayonida imkoniyat berilsa, bu boradagi bilimlarni yanada mustahkamlash istagi borligini, shu yo'nalishda oliy ta'lim muassasasida o'qishini davom ettirmoqchiligini bildirdi. Tabiiyki, davlat rahbari ilm yo'lini ixtiyor etganlarni hamisha qo'llab-quvvatlaydi, ularga imkoniyat va imtiyozlar beradi. Ilhomjon Qosimovga ham ana shu imkon berildi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri tomonidan Andijon davlat texnika institutining mexanika muhandisligi bakalavriat ta'lim yo'nalishiga davlat granti asosida qabul qilinganligi to'g'risidagi sertifikat topshirildi. Har safar prezidentimiz aytadilar-da, ilmiy yondashinglar, har qanday yo'nalishlarga ilmiy yondashish kerak, har qaysi sohada. Shu traktorni terib, aholiga shu atrofidagi qo'ni-qo'shni fermer xo'jaliklarini xizmatini qilib yurganda shu yigit. Avtomobil dizaynerligi bo'yicha ikkinchi kurs talabalarimiz bor, mutaxassislarni jalb qildik. Ikkita kafedrani professor o'qituvchilari bugungi kunda Ilhomjon bilan birgalikda faol ishlab kelishmoqda. Hozirgina vazirimiz kelib sertifikatni topshirishib, davlat byudjeti asosida o'qishga qabul qilindi Ilhomjon. Aytish kerakki, mini traktor yaratish fikri Ilhomjonga o'z-o'zidan kelib qolmadi. Davlat rahbarining yoshlarga bergan imkoniyati ularga imtiyozli ravishda ekin ekish uchun yer maydonlarini ajratib berish borasidagi tashabbuslari tufayli u ham 15 sotiq yer maydonini olgan edi. Bu joydan foydalanishda esa mini traktorga ehtiyoj tug'ildi. Katta traktorlarning bu kabi kichik maydonlarda harakatlanishi qiyinchilik tug'dirar edi va bu ehtiyoj mana shunday mini traktor modelini yaratilishiga turtki bo'ldi va o'zi kabi ko'plab yoshlarning muammosini hal etdi. Mana kuni kecha hurmatli prezidentimiz Andijonga tashrifida men ixtiro qilgan traktorni ko'rib, xursand bo'lib, o'qishga kirishlik istagim borligini va bilimimni oshirishlik niyatim borligini aytdim va prezidentimiz menga yordam berdi va mana grant asosida menga vazirlar kelib sertifikat topshirishdi. Bu mini traktorimni birinchi ixtiro qilgan vaqtlarimda hurmatli viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaqboyevich qishlog'imizda bu mini traktorda haydab yurganimda nazari tushdi, ko'zi tushdi va buni o'zing ixtiro qildingmi dedi. Ha, men buni o'zim ixtiro qildim deganimdan so'ng men senga yordam beraman. Bundan da yaxshiroq ixtirolar chiqarishingda deb va men uchun bir kichkina sex qurib berdi. Viloyat hokimimiz menga sex qurib bergandan so'ng bir qancha mutaxassislar kelib ko'rdi va bular bilan hozirgi vaqtda mana birgalikda ishlayapmiz. Bugungi kunda mini traktor ishlab chiqarishni boshladik. Endi bundan keyin bilimimni oshirib, shu xalqimizga arzon va sifatli texnikalar yetkazib berish uchun qattiq harakat qilaman va izlanaman. Ko'rsatilgan e'tibor, berilgan imtiyoz Ilhomjonning ota-onasini ham behad quvontirdi. Rahmat prezidentimizga shunday yoshlarga yo'llar ochib, yangi ixtirolarga sharoit qilib berganligi uchun kimki harakat qilsa, imkoniyat bor ekan. Imkoniyatni men o'zim ko'rib turib aytyapman. Harakat qilinglar yurtdoshlar. O'qishga, ilmga ham intilish kerak albatta. Bugun yurtimizda har bir tashabbus qo'llab-quvvatlanadi. Iqtidor, iste'dod egalariga imtiyozlar beriladi. Har qanday orzu va maqsadlar ro'yobga chiqadi. E'tiborlisi esa kutilmaganda, xayolga ham keltirmaganda, hattoki ishonmaganingizda amalga oshadi.